qadrli teletomoshabinlar, so'z sizga tok-shousi yana xonadoningiz mehmoni. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz vahodoshlar. Haqiqatdan ham bugun so'z sizga tok-showimizda eng aktual bo'lgan mavzuda so'z yuritamiz. Bugun o'ylaymizki, biz tanlagan mavzu hech bir tomoshabinni e'tiboridan chetda qolmaydi. Farhod aka, keling. Bugun ko'rsatuvimiz mavzusini teletomoshabinlarimizga aytishdan oldin sizga shunday savol bilan murojaat qilmoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Sizning hayotingizda yoki insonlar hayotidagi eng katta muammolardan biri nima? Eng katta muammo va o'z zudlik bilan hal etilishi kerak demoqchisiz. Albatta, inson hayotidagi eng katta muammo bu ta'limiy muammo. Agarda u yetarlicha ta'lim olmasa, o'zida juda ham katta bir kamchilikni his etish kerak va bu muammoni tezlikda bartaraf etish kerak. Undan keyin esa salomatlikdagi muammosi, to'g'risi, kayfiyatingiz chog' bo'lmasa, salomatligingizda biroz muammo bo'lib turadigan bo'lsa, menimcha hech bir qiziqishingiz sizni uyg'ota olmaydi yoki oldinlata olmaydi. Baribir orqaga qarab ketaverasiz. Salomatlik muammosi ham bor. Birinchi ta'lim, ikkinchisi salomatlik bo'ladigan bo'lsa va ulardan ham eng oldinda turadigani bu ekologik muammo. Tasavvur qiling, biz toza havodan nafas olamiz va biz tabiatdan energiya, quvvat olamiz. O'sha energiyani beradigan manba tasavvur qiling bo'lmasa-chi? Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotlariga ko'ra, bugun dunyo aholisining katta qismi iflos havodan nafas olyapti va bugun toza suv yetib bormaganidan qator kasalliklardan aziyat chekayotgan dunyo mamlakatlari borligi ham bor gap. Albatta. Mana shu kabi muammolarni bartaraf etish faqatgina mutasaddi tashkilot vakillarining qo'lida emas. Uning yechimini topish va muammolarni bartaraf etish siz va bizning ham asosiy vazifalarimizdan biri. Bugun ko'rsatuvimiz davomida aynan shu haqida suhbatlashmoqchimiz. Ya'ni ekologik muammolarni bartaraf etish va bizning go'zal diyorimizni kelajak avlodga mana shu holatda yetkazish. To'ppa-to'g'ri. Va bugun studiyamizga qator soha vakillarini, keng jamoatchilik vakillarini taklif etganmiz. Ular bilan imkon qadar bu mavzuda fikrlashishga, ularning fikrini olishga, tavsiyalar, takliflar olishga harakat qilamiz. Aslida sizning ham taklifingiz, tavsiyangiz juda ham muhim va biz bilan jonli efir vaqtida birga bo'lasiz va kerak bo'lsa o'z takliflaringizni bizni o'sha tahriyatimizga yozib borishingiz ham mumkin. Chunki bu navbatdagi eshittirishlar, ko'rsatuvlar, reportajlar, lavhalar uchun mavzu bo'ladi. Chunki aholi uyg'oq bo'lsa, qator muammolarni biz vaqtida bartaraf etgan bo'lamiz va uni yechimini topgan bo'lamiz. Demak, bugun studiyamizda dastlab savol berishimiz mumkin bo'lgan inson Xalq deputatlari viloyat kengashi deputati hamda Ekologik partiya Surxondaryo viloyati rahbari Ibrohim aka Yoqubov. Ibrohim aka, keling, bugungi mavzu qay darajada to'g'ri tanlangan va bugun biz nimalarni ko'proq muhokama qilishimiz kerak? Chunki bugun aholini uyg'ota olishimiz kerak. Tomoshabin bugun mana Zebopa yashil libosda, men yashil bo'yinbog'da, Durdonaxon yashil kostyumda. Bu bejizga emas. Bugun biz yashillikni tarafdorimiz, o'shani targ'ib qilmoqchimiz rostda. Rahmat. Assalomu alaykum. Avvalambor hurmatli teletomoshabinlar. Juda to'g'ri masala qo'ydingiz. Bugunning desak ham bo'ladi, eng dolzarb muammosi o'zingiz aytganingizdek o'sha ekologik muammo bo'lib qoldi. Bu nafaqat bizni viloyatimizda, bizni mamlakatimizda, butun yer sharida bu muammo bugun o'zining kuchini ko'rsatib, o'zining xavfini ko'rsatib, insoniyatning kelajagiga juda katta dahshatli xavf solish ehtimoli уже ko'zga tashlanib qoldi hozirdanoq. Bu masalada mamlakatimizda juda katta ishlar olib borilyapti. Men yaqindagina shu prezidentimiz tomonidan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha bo'lgan davrda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish to'g'risidagi konsepsiyani tasdiqlash to'g'risida qarorni misol keltirmoqchiman. Endi mana shu qaror nima jihatdan kelib chiqdi? E'tiborga bergan bo'lsangiz, mana shu qarorda aytaylik, bugungi muammolar ko'rilaverib, O'zbekiston Ekologik partiyasining tashabbuslarini qo'llab-quvvatlab qaror qilaman deb qaror boshlangan. Chunki bizni o'tgan saylovimizda 2024-yilda bo'lib o'tgan parlament va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovda O'zbekiston Ekologik partiyasining saylov oldi dasturida bir qancha yo'nalishlar ilgari surdi. Shulardan bittasi aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish masalasi qo'yildi va hukumatga bu taklif
berildi. Hukumatimiz tomonidan ham, shaxsan mamlakatimiz prezidenti tomonidan bu tashabbus qo'llab-quvvatlanib mana shu qaror qabul qilindi. Rahmat. Bugun men o'ylayman, mana shu qaror doirasida savol javob yursak, fikr yursak maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri. Bilasizmi Farhod aka? Tabiatni asrash eng avvalo oiladan boshlanadi. Xuddi shunday. Masalan, oddiygina farzandimizga chiqindi dishiga tashlashni o'rgatish ham tabiatni sevishni bolalikdan boshlashni birinchi qadami deyishimiz mumkin. Insoniyat tomonidan chiqarilayotgan, masalan, ishlatayotgan mahsulotlarni chiqitga chiqarish va ularni qayta saralab tahrirlash, ularni ikkilamchi mahsulot sifatida bozorga chiqarish dunyo miqyosida juda keng ommalashyapti. To'g'ri, ommalashdi. Bizning yurtimizga ham kirib kelyapti mana shu qoidalar, lekin Surxondaryo biroz ortda deb aytishimiz mumkin. To'g'ri. Chunki har bir insonning o'z pozitsiyasi bo'lishi kerak-da. Yashashdan o'zimizning pozitsiyamiz bor. Kelajakda nimalarni rejalashtirganmiz, nimani amalga oshiramiz, o'zimizning maqsadlarimiz bor-da. Lekin o'sha maqsadlarimiz sirasida bugun tabiatni, uyimizni, joyimizni asrash bormi, yo'qmi? To'g'risi, mashina olamiz deymiz, zo'r uy quramiz deymiz, eng ko'p oylik beradigan, maosh beradigan joyda ishlaymiz deymiz. Tugamaydi-da, adog'i yo'qda, lekin bugun bitta daraxt ekaman demaganimizga bir 10 yil bo'ldi, rostida. Balki unda emasdir, Zebo opa, siz nima deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Avvalambor, demak, bugun juda oddiy, ammo juda muhim mavzulardan biri ko'tarildi. Bu ekologiya muammosi. Ekologiya bu nafaqat tabiat, balki bizni yashash tarzimiz, farzandlarimiz kelajagi, yeydigan oziq-ovqatlarimiz va hayotimizni sifati demakdir. Shu uchun tabiatni asrash bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Nima uchun? Inson tabiat bo'lmasa yasha olmaydi. To'g'ri. Tabiat borki, unda inson bor. Tabiat chegara bilmaydi, iqlim chegara bilmaydi, ekologiya chegara bilmaydi. Insoniyat o'zini taraqqiyoti davomida chegaralar qurib olib, mamlakatlarga nom berib, ma'lum bir hududda ma'lum bir millat vakillari yashaydi. Lekin ekologiyani hech qachon chegarasi yo'q. Iqlimni chegarasi yo'q. Qo'shni davlatda iqlimi buzildi, u shamol orqali bizga yetib kelmaydi degan ehtimol Yo'q emas. Albatta. Shu uchun tabiatni asrash, tabiat haqidagi bilimlarni bilish va madaniyat, ekologik madaniyatni oshirish bugungi kunda eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. To'g'ri, Zebo opa, bugun sizni biroz bo'lsa-da o'ylantiradigan, biroz bo'lsa-da tashvishlantiradigan narsa bormi? Deylik, biz hammamiz bir kunda ekologik madaniyatli va qo'shtirnoq ichida madaniyatsiz kishilarga duch kelamiz-da. Ba'zan to'xtatib, deb gapirsangiz yoqmaysiz. Ba'zilarga esa yoqasiz. Rosti xursand bo'ldim deydi. To'g'risida bilmagan ekanman deydi. Keling, mana shu real case, real voqealar asosida so'z yuritaylik. Masalan, mana bir hozir bahor o'tdi, kuz kelyapti, yoz o'tdi, qish o'tdi. Mana shu 3 fasl davomida. Xo'p, mana shu nimalarga e'tibor berdingiz? Odamlarimiz, yurtdoshlarimiz, vohadoshlarimiz qay darajada madaniyatli yoki mana shunga intilyapti yoki? Men aytmoqchi bo'lgan narsa, Surxondaryo bu Alloh go'zal tabiat bilan siylagan bir maskan hisoblanadi. Shunday. Bu tabiatni asrashga hammamiz mas'ulmiz. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan surxondaryoliklar mas'ul hisoblanadi. Umuman fasllar almashadi. Bizda Surxondaryoda 4 ta faslni uchratish mumkin va yiliga 3 marta hosil olish imkoniyati ham bor. Bu degani faqat eking degani. Bu qancha ko'p mahsulot ekilsa, bu xalqimizni rizqi degani. Endi yashil makon bu milliy siyosatimiz, ya'ni o'sha yashil belbog'larni hududlarda tashkil etish. Bu hech kimga sir emas. O'sha Afg'oniston orqali Surxondaryoga doimiy esaydigan, kunora esaydigan shamollarni, demak, qaytarish uchun, qum bo'ronlarini qaytarish uchun o'sha yashil belbog'larni tashkil etish bo'yicha mutasaddi tashkilotlar katta ishlarni amalga oshirmoqda. Va o'sha Surxondaryoni biz tabiatini aytamiz. Shimoldan qaraganda tog'li hududlar bor, adir hududlari bor, adir oldi hududlari, tekisliklar bor, cho'l hududlari ham bor va har bitta hududni o'ziga xos o'simliklari bor. Biz o'sha o'simliklarni ko'paytirishga yana ham aytaman mas'ulmiz. Prezidentimizni, muhtaram prezidentimizni bitta siyosatlari tufayli hamma kitob o'qiydigan bo'ldi-ya.
har bitta rahbar suhbatdan o'tish jarayonida ham unga qo'yiladigan birinchi savol, siz 1 yil davomida nechta kitob o'qidingiz deyiladigan savol qo'yiladi. Endi yana bitta zo'r savol berish kerak. Nechta daraxt ekdingiz? Nechta daraxt ekdingiz? Har bitta rahbar yoki har bitta mas'uldan o'sha suhbat davomida siz 1 yil davomida nechta daraxt ekdingiz bo'lsa, menimcha bu aksiya doirasida Surxondaryo bir yashil makonga aylanadi degan umiddaman. Rahmat, zo'r tashabbus. Chiqindilar masalasida to'xtaladigan bo'lsak, biz albatta Singapur tajribasini amalda qo'llab, toza shahar konsepsiyasini amalga oshirishimiz kerak. Singapurda qanday? Internet orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali dunyoni rivojlangan davlatlardan biri. Singapur tabiati bilan, umuman bu mamlakatda hayoti bilan har kim tanish. Ya'ni ularga o'sha yerga tuflaganlik uchun jarima bor. Yerga chiqindi tashlaganlik uchun jarima bor va har bitta fuqaro o'sha energiya tejash, suv tanqisligini olish uchun suvni tejash uchun mas'ul hisoblanadi. Bu ekologiyani asrash faqatgina yashil dunyoni ko'paytirish emas, balki u bilan birgalikda mavjud resurslarni ham biz nima deydi? Oqilona foydalanib, oqilona ulardan foydalanish, albatta. Ulardan oqilona foydalanishimiz kerak. Va aytmoqchi bo'lgan yana bitta fikrim, endi buni tanqid emas, taklif sifatida albatta mutasaddilar ko'rishini istardim. Shaharimizda toza saqlash uchun, shaharni toza saqlash uchun ko'chalar bo'ylab, yo'l yoqalarida chiqindi qutilari kam, juda kam. Yetishmayapti haligacha. Bor qo'yishdi, lekin bu yetmayapti. Biz o'sha narsalarni ko'paytirishimiz kerak va eng asosiysi mana dunyoning yana bir taraqqiy etgan davlati Yaponiya bor. Yaponiyada odamlar ko'chada narsa tanovul qilmaydi. Biz musulmonmiz. Ya'ni o'sha faqatgina dasturxon boshida ovqatlanish, boshqa joylarda mana kafe, restoran deymiz, milliy oshxonalarda yurib yeyish bizning madaniyatimiz emas. Yurib yeyish bizning madaniyatimiz emas. Qachonki ko'chada yeb yuradi, undan chiqqan oziq-ovqatdan chiqqan mahsulotni u majbur bo'ladi. O'rni bo'lmasa, ko'cha yoqalariga, yo'l yoqalariga tashlab ketishga. Shu uchun endi biz mana yoshlarda bog'cha yoshidan kerak bo'lsa, ko'chada ovqat yemaslik madaniyatiga o'rgatishimiz kerak. Va qo'lidagi chiqindilarni iloji boricha o'sha chiqindi qutilariga tashlashni o'rgatishimiz kerak. Bu yuqorida o'zlaringiz aytganday, bugungi kunda eng og'riqli nuqta shahar, biz aytamiz, Surxondaryo Alloh siylagan go'zal tabiati bor dedik. Bu yerda ekoturizmni rivojlantirish uchun ham nihoyatda keng imkoniyatlar bor. Bugungi kunda o'sha ekoturizmni rivojlantirish maqsadida, rekreatsion turizmni rivojlantirish maqsadida tog'li hududlarda o'sha turizm zonalari tashkil etilyapti. Lekin ming afsuski, ziyoratchilar borib, aynan o'sha ekologik hududlarni ham tabiatiga to'g'ridan to'g'ri zarar yetkazyapti. Yana bitta narsani alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Aynan bitta podkastda ko'zim tushgan edi, ushbu iborani qo'llay hozir. Inson o'zini 7 pushtini bilishi shart deyshadi. Va buni qarangki, siz tashlagan plastik chiqindi 3-avlodingiz, 5-avlodingiz yashayotganda ham hali chirimagan bo'ladi. Tasavvur qilyapsiz. Tasavvur qilyapsizmi? Bu sizni 7-avlodingizgacha borishi mumkin. O'sha siz tashlagan chiqindi qayerdadir chirimasdan yotgan bo'lsa. Va lekin bugungi kunda shunday bir tadbirkorlar chiqindilarni qayta ishlab ham o'zlari uchun, o'zi uchun, jamiyat uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarga aylantirishga harakat qilishyapti va loyihalar bilan chiqishyapti. Hozir loyihachi ekofaollar bor bizning ko'rsatuvimizda, ustozlar bor. Keling, ularga yuzlansak. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalambor men Muhammadiyev Asadulla, Sharofiddinov Termiz davlat universiteti ekologiya va tuproqshunoslik kafedrasi o'qituvchisiman. Biz aytyapmiz, qilishimiz kerak, buni hech kim qila olmaydi. Buni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Ko'p holatlarda mana aytyapsiz, biz shunaqa jarayonlarni tashkillashtiryapmiz. Singapurni misol keltiryapsiz. Singapurning o'zi rahbariyati o'zlari o'sha chiqindilarni yo'qotganligi uchun o'zlarini tanqid qiladi. Chunki chiqindilar yoqqanda atmosferaga juda katta o'sha zararli va zaharli gazlar ajralib chiqadi. Singapur nima uchun chiqindilarni yoqadi? Singapurda o'sha tabiiy resurslar kamligi uchun o'sha chiqindilarni yoqib muqobil energiya olish uchun ko'proq yoqadi Singapur. Lekin o'zlari o'sha chiqindilarni yoqayotganligi uchun o'zlari tanqid qiladi. Bizning bu ishimiz to'g'ri emas, lekin biz o'sha energiya hosil qilib olishimiz uchun ham shu chiqindilardan o'sha ikkilamchi mahsulot sifatida foydalanamiz deydi. Ana endi biz sizlar hozir aytyapsiz, ekopartiyamiz
Xo'p, ekopartiyaning ishini yo tanqid qilish yoki boshqa jihat emas. Men hech biron joyda ko'rmayman. O'sha ekopartiya men mana shu mahalladan saylangan deputatman yo men mahallalar yo mana shu tuman deputatiman deb borib qandaydir bir targ'ib qilganligini men shu paytgacha ko'rmaganman. Birinchi masalamiz. Ikkinchi masalamiz, har bitta sohaning o'zining mutaxassislari bo'ladi. Ekologiyami, ekologiya mutaxassis, tarixchimi, tarixchi mutaxassislari. Siz hozir demoqchiman, har bitta ekologiyani tushunib, tushunmasdan biz xalqqa targ'ib qila olmaymiz. Targ'ib qilayotganda ham o'sha sohaning puxta mutaxassislari targ'ib qilish kerak. Shaxsan men buni aytib o'tishim mumkin. Aynan ekologiya partiyasiga 2023-yilda magistr darajasiga ega bo'lib men ishga kira olmaganman. Balkim bilimim yetmagandir, balkim sun'iy to'siqlar bo'lgandir. Bu menga qorong'i, lekin 2 oy o'sha ekologiya partiyasining faoliyatini o'rganib ko'rganman. Juda ham ko'p qog'ozbozliklar bor. Juda ham ko'p ko'zbo'yamachiliklar bor. Buni ochiq aytishimiz kerak. Shunaqa jihatlar bor. Bugungi kunda to'g'ri qanchadir ishlar amalga oshirilyapti, lekin to'g'ri tatbiq qilishimiz kerak. O'sha xalqqa yetib borish uchun ham biz to'g'ri yetkazib bera oladigan mutaxassislarni jalb qilishimiz kerak. To'g'ri, o'sha mutaxassislikda juda ham keling, deputatlar faoliyatiga urg'u bersak, mana Ibrohim aka yoki siz, marhamat, deputat, marhamat, oldin javob bersinlar. To'g'ridan to'g'ri Ibrohim akaga. To'g'ridan to'g'ri deputatlar faoliyati. Tuman kengash deputatlari, shahar deputatlari faoliyati nimadan iborat? Ekopartiyalar joylarda nimalar qilyapti? Deputatlar faoliyatiga keladigan bo'lsak, ularni faoliyatsiz deb bo'lmaydi bugun. Chunki bizlar ayniqsa mana o'tgan 2024-yilda bo'lib o'tgan saylovda deputatlikka nomzodlarni juda obdon o'rganganmiz. Shu 24-yilgacha bo'lgan saylovlarda bunaqangi texnologiyalardan foydalanilmagan. Bizlar shu nomzodlar tarkibini tanlashda, o'rganishda, ularni tavsiya qilishda yangi texnologiyalardan foydalanganmiz. Bulardan biri eng asosiysi ma'lumotga qaraganmiz. Qandaydir darajada ekologiyaga yaqinligi bormi? Aytaylik, oddiy o'qituvchi ham ekolog bo'lish kerak. Aslini olganda u ekologik madaniyatga ega bo'lmagan o'qituvchi kirib maktabgacha ta'limda ham dars berishga haqqi yo'q. Mening shaxsiy fikrimda, maktab ta'limida ham, o'rta maxsus ta'limda ham, oliy ta'limda ham o'qituvchilarimiz, ustozlarimiz birinchi navbatda eng aytaylik ekologik madaniyatli insonlar bo'lish kerak. Shuning uchun biz harakat qildikki, o'qituvchilarning ichidan, ekologlarning ichidan, ustozlarning ichidan qolaversa, yoshlarda ham mana shu ekologik ta'limga aytaylik yaqin bo'lgan yoshlarimizni tanlab olganmiz. Bu narsa o'zining natijasini ko'rsatyapti. Endi ochiq aytish kerak, hamma deputatlarimiz ham televideniyada qilinayotgan ishlarini yoritishi imkoniyati yo'q. Shuning uchun biz o'zimizning kanallarimiz bor, o'zimizning guruhlarimiz bor. Bizlar har oy ballik tizim yuritganmiz yangi texnologiya bo'yicha. Qaysi deputat qayerga borib saylovchi bilan uchrashdi, nima temada uchrashdi, qaysi deputat maktabgacha ta'limga kirdi, qaysi deputat maktabga kirib aytaylik targ'ibot ishlarini olib bordi. Bu bo'yicha bizlar hisobotini olib boryapmiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugungi deputatlarimiz kechagi deputat emas. Hozir deputatlarni bilmasdan turib tanqid qilishga men qarshiman. Yoki jonli misollarda aytadigan bo'lsak, mana shu prezidentimizning oxirgi qarori 15-mayda qabul qilingan bo'lsa, biz hozir hamma rayonda mana shu targ'ibotini o'tkazdik. Termiz shahrida mana oxirgi targ'ibotimiz o'tgan haftada bo'lib o'tdi. Mana aytaylik Barkamol avlod bolalar maktabida juda katta tadbir o'tkazdik. Bunda biz yosh o'quvchilarning, hozir xabaringiz bor, prezident tashabbusi bilan dolzarb 90 kunlik ketyapti. Hamma to'garaklar ishlab turibdi. Men o'zim juda havasim ham keldi shunga. Shunday bir nima qildikki, biz bolalarni o'ziga qo'yib berdik. 3 ta yo'nalish. Bu birinchisi aytaylik chiqindisiz hayot, ikkinchisi aytaylik suvni tejaylik, uchinchisi rassomchilik yo'nalishida, ko'rgazma yo'nalishida tabiat bolalar nigohida. Shunaqangi bolalar tayyorgarlik ko'rganki, 2 ta yo'nalishda ular video lavhalar bilan tasvirlab berdi. Masalan, chiqindisiz hayot qanday bo'lish kerak? Kelyapti, chiqindi tushyapti. Shunga befarq emas. Olib ketyapti. Shuni o'zi yoshlarning haligi chiqindini olgan yosh bu yoqda uni tasvirga olayotganini bilmayapti. Aytmasdan izidan borib olyapti. Mana ekologik madaniyatning ozgina bo'lsa ham yuksalishi. Ikkinchisi suvni tejash. Jumrakda suv oqib turibdi ko'chada. Yosh borib, burilib, sheriklariga to'xta deb
borib kranni o'sha jumrakni yopayotgan joyini oldida ko'rsatyapti. Uchinchisi o'sha tabiat bolalar nigohida yo'nalishimizda shunchalik aytaylik rasmlar chizilganki, qurib borayotgan daraxtni oldiga borib yosh bola yig'lab turibdi. Shuni chizyapti, ko'zingizdan yosh chiqib ketadi. Kech mana Surxondaryo televideniyasida namoyish etildi. Men iltimos qilardim, mana shu ko'rsatuvni bizlarni shu tadbirimizni yana bir bor namoyish qilsa, men juda televideniyani operatorlariga ham, mutaxassislarga, rejissyorlarga rahmat demoqchiman. Rahmat. Shunaqangi yoritildiki, o'zimiz xursand bo'lib ketdik. Demak, Asadulla akaning savoli shundan iborat edi. Demak, bugun mana shu harakatlarimiz Ibrohim aka kam. Qaysidir ma'noda kam bo'lyapti. Chunki biz faqatgina deylik maktab bilan, deylik aniq yo'nalishli insonlar bilan chegaralanib qolyapmiz. Mahalla quyi bosqichga, quyi bo'g'inga tusha olmayapmiz-ku degan bir gapi to'g'ri. Biz holi to'liq deb aytishga haqqimiz yo'q. Chunki birinchidan mana shu qarorning o'zi ham yaqinda qabul qilindi. Bizlar ham bu vazifani yaqinda oldik va bizning partiyamiz Markaziy Kengash tomonidan avgust oyi ekologik madaniyatni yuksaltirish oyi deb e'lon qildi. Shuning uchun biz mana shu bir oyning ichida eng kattaroq tadbirlarimizni, ko'proq tadbirlarimizni o'tkazdik. To'g'risini aytish kerak, hali balkim ko'pchilik bundan xabardordir. Men o'ylaymanki, bundan keyin biz televideniya bilan hamkorlikni kuchaytiramiz. Zarurat bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, har hafta bittadan mana shunaqa ko'rsatuvlarni berib borishga harakat. Rahmat. Ibrohim aka, o'zi Eko partiya eng kenja partiyalardan biri mamlakatimizdagi. Tashkil etilganiga o'zimiz guvohmizda. Rosa xursand bo'lgandik tashkil etilganda. Ko'pchilik qo'llab-quvvatlasa kerak, yashil bayroq ko'tarib chiqishsa kerak. Bizning partiyamiz paydo bo'ldi, mana deyishsa kerak dedik. Endi Surxondaryoda bugun raqamlar oqsayapti, baribir ham sal bo'lsa ham oqsoqlik bor deb Durdonaxon ta'kidladilar. Bugun biz Eko partiyani bunday olganda mahkam ushlab olishimiz kerak-da. Surxondaryo arxeologlar aytadi, Surxondaryo bu arxeologlarning Makka tillosi, Ka'ba tillosi deydi-da. Dunyo bugun qarab turibdi-da Surxondaryoga. Deylik, Surxondaryoda bugun sitilarni quryapmiz, Surxondaryoda bugun sayyohlarni oqimini olib kelyapmiz. Juda katta ishlarni qilyapmiz-da, lekin imijimiz, bugun brendimiz, bugun bizni bir so'z bilan aytganda ertaga kimgadir tavsiya qilinadigan joyimizga kelganda ozroq uyalib qolishimiz mumkin-da. Endi menda bir savol tug'ildi, uzr. Biz ish jarayoni bilan juda ko'p joylarda bo'lamiz va yaqinda o'zim Oltinsoy tumanidagi Xo'jaipok ziyoratgohida bo'ldim. Va ushbu ziyoratgohni muqaddas suvini, shifobaxsh suvini butun respublika aholisiga ko'rsatib berish maqsadida reportaj tayyorlab qaytdik. Lekin men o'sha yerdan tanqidiy lavha ham tayyorlasam bo'ladigan bir jarayonlarga ko'zim tushdi. Ham bunisini qilib kelish kerak edi. Chunki aholi idish yuvgan suvini o'sha toza buloq suviga to'kyapti. Saldan keyin cho'milishadi. Saldan keyin o'zlari cho'milishyapti. Hamma joy chiqindi, oziq-ovqatlarni organik chiqindilari va kiyim-kechaklar, allam-balo narsalar. Xullas, o'zimni juda ham o'sha joyga borgan birinchi marta borishimda shumikan? Asoratingiz yaxshi emas demak. Shumi deb o'yladim va ziyoratgohga chiqib suvni ko'rib, buloqni ko'rgandan keyin, ha, asli yuragi bu yerda ekan degan xulosaga keldim. Demak, ekofaollar turizm maskanlarida ko'proq bo'lishi kerak. Durdonaxon, ruxsat bersangiz, men yana bir narsani ta'kidlab o'tsam, yer sharini hayoti 5 milliard yoshda. Unda insoniyat paydo bo'lishi 3 million yoshda. Davlatchilik tarixi 3000 yillik, ayrim mamlakatlarda 5000 yillik tarixga ega. Endi biz aytamiz, hozir Durdonaxon aytdi, 7 avlodni bilish kerak va biz o'zimizdan keyingi 7 ta avlodga nima qoldiramiz? Plastik chiqindilar qoldiramiz deyildi. Lekin bizda 3000 yil oldin yashagan ota-bobolarimiz bizga bunday zaif, kasal tabiatni meros qilgani yo'q. Yashang. Bunda insoniyatning taraqqiyoti ham muhim. Mana arxeologlar haqida gapirdilaringiz, endi Surxondaryoning birinchi arxeolog ayoli sifatida men jim tura olmayman deydi. Jim tura olmayman. To'g'ri, jim turish kerak emas-da, o'zi o'tiring. O'zimiz o'sha arxeologik tadqiqotlar vaqtida, qazishmalar vaqtida katta shaharlarni ochganda birinchi bizda ham beradigan savolimiz bu shaharning chiqindisi qani deganmiz. Chiqindixonalar yo'q. Qaysi madaniy qatlamda qatlamang, qazmang chiqindilar yo'q. Buni asosiy sababi insoniyat kundalik hayotda nimani ishlatdi maishiy hayotda. Ya'ni idishlar loydan, yog'ochdan, sopol va sopoldan bo'lgan. Boringki yog'ochni ko'mib qo'ysangiz 1000 yillar o'tadi, chiriydi, o'g'itga aylanadi.
o'sha bog'ingizdan tushgan xazon ham keyingi yil hosil yaxshi bo'lishi uchun chirindi, yerga ozuqa bo'ladi. Kulolchilik mahsulotlari sindimi, uni tashlab yuborishmagan, qurilishda uni foydalanishgan. Va umuman keraksiz bo'lgan idishlarni bitta yama kavlashi, bu kamdan kam badrab deymiz biz endi arxeologlar tilida, juda kamdan kam unday yamalarni topamiz. O'shani ichida ham faqatgina sopol idish, boshqa narsa yo'q. Shu uchun qayta ishlash degan narsa o'shalarda bo'lgan. Ya'ni kundalik hayotda shunday narsalar ishlatishganki, hattoki kiygan kiyimi eskirdimi, qurilishda tom yopishda ishlatishgan. Hech narsa. Qani endi o'sha millat, qani o'sha xalqning vakillari qani? Oziq-ovqat mahsulotlaridan ham chiqqan chiqindilarni chorvachilikda ishlatishgan. Mana insoniyatning taraqqiyoti natijasida, texnika, texnologiyalarning rivojlanishi natijasida har bitta xonadondan bir haftada chiqadigan chiqindini bitta konteyner to'ladi, bitta chiqindi quti to'ladi. Shu uchun faqatgina mutaxassis bo'lish kerak emas. Biz bu yerda mutaxassislik haqida gapirmayapmiz. Biz bu yerda har bitta kishi ekologik bilim va madaniyat, bu ikkita tushunchani hozir biz nima deydi? Keng ommaga ham yetkazish maqsadimiz, ya'ni ekologik bilim, atrof muhit haqidagi bilim va uni asrash haqidagi bilim. Lekin ekologik madaniyat nima? U o'shanga amal qilishni o'rgatish. U har bitta kishi to'g'ri aytdingiz, o'zini isloh qilib, o'zidan boshlash kerak. Maqsadimiz ham, ushbu konsepsiyani maqsadi ham har bitta kishi o'zini isloh qilib, o'zidan o'sha boshlash kerak. Ya'ni ekologik madaniyatni yuksaltirish. To'g'ri. Men bemalol ayta olaman. 7 yoshdan 70 yoshgacha bu madaniyatga amal qilishmaydi. To'g'ri. Qilishmaydi. Chunki shaharda bunyodkorlik ishlari bo'lyapti. Har xil joydan ko'chib kelishadi, ko'p qavatli uylar bor. Hech kim pastga tushib domda oldida daraxt ekay demaydi yoki ekilgan daraxtga suv quyay demaydi. Bu davlatnikida. Lekin qanday qishloq joylarimizda chiroyli an'ana bor. Sahar bo'lganda turishadi hamma eshik atrofini suv sepib, supurishadi, tozalashadi. Shaharga kelganda u madaniyat unut bo'ladi. Keling, shaharmi, u qishloqmi, bu vatan hammamizniki. Hammamiz mas'ulmiz. Kimdir 1 metr joyda tozalar, kim 10 metr joyda tozalar. Kimdir bitta daraxt ekar, kimdir 10 ta daraxt ekar. Ekilgan har bitta daraxt bu kislorod. Bu bizda o'sha nafas yo'llarimizda tozalashga xizmat qiladigan bir kislorod manbasi sifatida qaraylik. Shuning uchun bugungi ko'rsatuvda tanqidiy ruhda emas, keling biz takliflar bilan boyitilgan. Farhod aka, sizga shunday savol bermoqchiman. Yuqorida Zebo opa suv deb ta'kidladilar. Bir kunda necha litr suv ichasiz? Taxminan. Bir kundami? Taxminan 3 litrlar suv. 3 litr ichasiz. Endi o'tgan hafta shunaqa holat bo'ldi menda, vannadagi jo'mrakdan biroz suv tomayotgan ekan. Tuzalgunicha dedim, ishga borib kelishim shart, idish qo'yib ketdim. Va bir tomchi tomayapti. Ishdan qaytgunimgacha bir tog'ora suv bo'libdi. Necha litrga teng endi shu? 10 litr. Demak, agar men ana shu bir tomchi suv, bir tomchigina atiga tomayotgan suvni ostiga idish qo'ymaganimda 3 kunlik ichmoqchi bo'lgan suvimni behuda sarflagan bo'lar edim. Yulduzxon, mana ekofaol yoshlarga yuzlansak endi, ular yaqinda qurultoyda ham bo'lib qaytishdi, ustozlarimiz fikrlarini davom ettirishsa. Assalomu alaykum. Ishlayaptimi? Bemalol o'zingizni tanishtirib. Termiz davlat universiteti o'qituvchisi Olmon Turdiyev Abdulaziz bo'laman. Xo'p, umuman olganda yuqorida juda chiroyli fikrlar aytildi. Haqiqatda bugungi kunda o'sha masala borib ekologik ta'lim-tarbiya, ekologik bilimga borib taqalyapti. Endi bevosita raqamga to'xtalsak, raqamlar baribir ancha narsani ko'rsatib beradi. Agar misol tadqiqotlar bo'yicha gapiradigan bo'lsak, respublika sharoitimizda shaharlarda, hududlarda kuniga har bir shaxsga 0,17 kilogramm yoki 700 gramm maishiy chiqindi to'g'ri keladi. Bu degani Termiz sharoiti yoki O'zbekiston sharoitida har bir kishi kuniga 700 gramm maishiy chiqindi chiqaradi degani. Chiqaradi, rost. Chiqaradi. Endi buni raqamga ko'paytiradigan bo'lsak, Termiz shahrida 200 ming aholi bor. Bu doimiy turar aholi. Hali kelib ketuvchilar, ijara turuvchilar hisob emas. 200 ming aholi. Bu degani 200 mingni 700 gramm ko'paytiradigan bo'lsangiz, kuniga 140 tonna maishiy chiqindi degani. Ana raqam qayerda? Raqamlar haqida gaplashaylik yoki bo'lmasa qiziq holat bo'lsa ham aytib o'tamiz, chunki ochiq gaplashishimiz kerak. Surxondaryo bugungi kunda aholisi eng tez rivojlanayotgan viloyatlardan. Ya'ni o'sib boryapti. O'sib borayotgan. Yiliga 70 ming kishiga ko'payapti. Bu degani yiliga 70 mingta chaqaloq degani.
hammamiz bilamiz, hamma tarafda bugungi kunda do'konlarda, aptekalarda tagliklar juda savdosi chaqqon. 70 mingta chaqaloq yiliga degani kuniga bitta taglik ishlatiladi. Kamida. 5 ta ishlatiladi. To'g'rimi? 70 mingta taglik degan. Agar aholini o'sha yuqorida aytib o'tdi, ekologik ta'lim, tarbiya, madaniyat bo'yicha konsepsiya bu to'g'ri qabul qilingan. Chunki bu tumanlarga chiqqanimizda, aytaylik, Oltinsoy, Denov, Termizda ham ko'ramiz, ariqlarda tagliklar yotadi. Bu nafaqat taglikni o'zi bir chiqindi sifatida juda yomon narsa-da. Shuning uchun bir taklif aytish mumkinki, hududlarga o'sha umuman nafaqat respublika bo'yicha tanlovlar qilish mumkin. Viloyat bo'yicha ekologik bilimdon o'quvchi, bilimdon talaba degan, keyin yoki bo'lmasa podkastlar qilish mumkin, chiroyli podkastlar raqamlar bo'yicha. Yoki bo'lmasa yana raqam bo'yicha gapiradigan bo'lsak, mana aytyapmiz 700 gram chiqindi deyapmiz. Yoki bo'lmasa Surxondaryoda yiliga 70 ming kishi ko'payapti, 70 ming kishi ko'payapti. 70 ming kishiga ko'paygandan keyin 70 mingta chaqaloq degani. U tagliklar qancha chiqadi? Keyin balkim qilish kerakdir, o'sha do'konlarda yoki boshqa joylarda mahsulotlarning chirish tezligi bor-da. Masalan, oynalar, bo'lmasa alyuminiy idishlar, o'shalar 100 yilda ham chirimaydi. Eng tez chiriydigani qog'oz. Yoki bo'lmasa qora klyonkalar va qora plastik salafonlar bor. Ular ham 50 yilda chiriydi-da. Shunaqa raqamlar bilan qanaqa ishlab aholiga bilimni berish kerak-da. Aholi uni olimlar tadqiqot qilmasdan turib bilmaydi-da. Yo bu masalan aytadigan bo'lsak, yuqorida aytsangiz, Xo'jayev keltirib o'tdingiz. Biz o'tgan yili iyun oyida bordik Toshkent shahri professor o'qituvchilari bilan. Ularni maqsadi Surxondaryo viloyatida rekreatsion turizm maskanlarini qaytalashtirish degan loyihasi bor, fundamental loyihasi bor. Rosa uyaldingizmi? Ha, Xo'jayev aka borganimizda so'rovnoma qilganmiz, aholining ko'pchiligi hududdagi ekologik holat yomon degan. So'rovnoma qilganmiz. U yerda 500 ga yaqin qarovotlar bor. O'sha 500 ga yaqin har biridan borib shu hududni holati bo'yicha so'rovnoma qilganimizda fundamental loyihaga kiritamiz deb asosiy qismi ekologik masalani gapirgan. Ular ekolog demaganda chiqindilar tashaladi degan, cho'milish masalalarini keltirgan yoki bo'lmasam xo'jamayxonani bilasizlar. Xo'jamayxona bu hozir ancha tartibli xo'jamayxona, to'g'risi. Yaqinda bordik. Xo'jamayxona masalan O'rta Osiyoda ham eng yirik buloq hisoblanadi. Biz o'tgan safar o'sha professor o'qituvchilar bilan mehmonlar yana olib borganimizda o'tiribmiz, kimdir anaqasini idishini buloq tagida yuvyapti-da. U kerak bo'lsa Xo'jamayxonadan 36 kilometr masofaga, Boysun shahriga aholiga suv boradi, to'g'ri. Xuddi shunday masala borib aholini ekologik ta'lim tarbiyasi, madaniyat bor taqalyapti. Bu aholi nuqtai nazaridan. Umumiy agar korxona nuqtai gapiradigan bo'lsak, masalan, Surxondaryoda atmosferaga chiqayotgan chiqindilarning 94% bu avtomobilga to'g'ri keladi. Avtomobilga to'g'ri keladi. Shuning uchun yoki bo'lmasam Toshkent shahrida mana avtobuslar bor, elektrobus, ya'ni tok teradigan. Ya'ni elektroavtobuslar. Termiz shahri issiq bo'lsa ham elektroavtobuslar Termizda yo'q, lekin Toshkentda bor. Toshkent salqinroq, Samarqand salqinroq, Termizda yo'q-da. Ya'ni takliflar berganda shunaqa olib kelish masalasi. Yoki bo'lmasam Termiz shahrining misolida gapiradigan bo'lsak, har yili bahorda juda katta muammo bo'ladi, afg'on shamoli. Afg'on shamoli bo'ladi, tinimsiz bo'ladi. O'shanda mana mavsum boshlanish arafasida turibmiz. PM ya'ni atmosfera chang miqdori ko'tarilib ketadi. Shu bo'yicha ham takliflar berish mumkin. Masalan, aholi shu vaqtlarda aholi uchun ishlaydigan xodimlar uchun qanaqadir kompensatsiya, o'sha kunlarda ishga chiqmaslik, qanaqa soat qisqartirish mumkin. Chunki bu sog'liqqa zarar qiladi. Umuman olganda ekologiya bo'yicha masalalar juda ko'p, ayniqsa qishloq joylarda ekologik ta'lim tarbiya sust. Agar qayta ishlash masalasini gapiradigan bo'lsangiz, qayta ishlash faqat Termiz shahrida va Denovda bor. O'sha ham makulaturalarni presslab jo'natadi, lekin qayta ishlash bizda juda sust darajada. Endi mana hozir shu yerga kelganda borku, Termiz davlat universiteti o'qituvchilarisiz, kafedra aynan ekologiya bilimlarni beradi. Deylik, biz yaqinda telekanalimiz bilan yangi loyiha qildik. Aholi hozir televizor ko'rishga vaqti yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqdami? Demak, biz ijtimoiy tarmoq orqali ularga ma'lumot beramiz. Xuddi shunday. 1,5 millionga yaqin aholi tomosha qiladi. Bitta qo'yayotgan kichkina reelsimizni.
Termiz davlat universitetining ekologiya kafedrasida ham volontyor yoshlar guruhi tashkillashtirilib, shunaqa reyslar qilinyaptimi, yo'qmi? Biz masalan Instagramda men doim faolman, hech ham yonimdan chiqib qolmaydi. Deylik, o'sha hozir sizdan eshitdim takliflarni muammosini. Yaxshi-ku, onalarga yuborib qo'ying desa, onalarga yuborib qo'yishadi, chunki onalarning asosiy vaqti Instagramda hozir. Bolasi uxlaganda internetda, uyg'onganda yana o'chirib ishini davom ettirishi mumkin. Qiladimi, yo'qmi shu narsalarni? Albatta Termiz Ta'sirchan chora kerak bo'lyapti. Termiz davlat universitetida bizning 1-kurs, 2-chi, 3-chi, 4-chi kurs talabalarimiz mavjud. O'sha talabalarimiz hozirgi kunda eko volontyorlar o'zining alohida formasiga ega. Bular Instagramda hozirgi kunda 4 ta o'sha platformani yuritib boradi. Doimiy. Bormi? Men hozir qidirsam chiqadimi? Albatta bor. Nomi nima? Eko volontyorlar deb qidirasiz. Eko volontyorlarda o'sha qisqa ijtimoiy roliklar va o'shanga o'xshash o'sha reglamentlar ishlab chiqiladi. Biz aynan Surxondaryo viloyati umuman respublika butun dunyo miqyosida qaraydigan bo'lsak, bizning eng katta ekologik muammolarimizdan bu chiqindilar muammosi deydigan bo'lsak, biz eng oddiy masalaga to'xtalib o'tamiz. Batareyalar bor. Har oyda, har 2-3 oyda chiqaradigan batareyalar bor. Pultlarda ishlatadigan batarkaga o'qib ko'radigan bo'lsak, chiqindi qutilarga tashlanmasin degan joy bor. Lekin batarkalar toksiklik xususiyatiga ega bo'lgan chiqindilar hisoblanadi. Ular o'ta zaharli chiqindilar hisoblanadi. Chiqindi qutilarga ham hattoki tashlash mumkin bo'lmagan chiqindi hisoblanadi. Germaniyada shunaqangi jihat bor. Siz batareyani ishlatib bo'ldingizmi, o'sha qaysi do'kondan, qaysi bozordan sotib olgan bo'lsangiz, qaytarib olib borib bermasangiz, o'sha do'kondan siz batareya sotib ola olmaysiz. Va qaytarib olib borib berganingizda ham sizga 20% dan 30% gacha chegirma beradi. O'sha chegirmani, ya'ni o'sha batarkani qaytarib sizdan qaytarib sotib oladi. Mana shunaqa takliflar haqida o'ylash kerak. Bugungi kunda biz ajdodlarimiz bunaqa yashashganlar. O'zi polietilen mahsulotlarining ishlab chiqarila boshlashiga, ommaviy ishlab chiqarila boshlaganiga bir asr bo'lyapti. Bir asrdan oshyapti. O'sha vaqtlarda bunaqa texnologiyalar bo'lmagan. Biz plastmassa chiqindilarsiz, o'sha plastmassa mahsulotlarsiz bugungi kunda hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Asadulla aka, polietilen paketdan qanday moddalar chiqadi? Masalan, polietilen paketga issiq nonni solib, uyga ko'tarib, qaytamiz. Kamida 5 daqiqada olib kelamiz. Ungacha menimcha ancha mikroblar yoki zararli moddalar unga singib qolsa kerak. Albatta, polietilen mahsulotlariga biz issiq, qaynoq va sovuq mahsulotlarni iste'mol qilish qat'iyan man etiladi. Bu saqlash ularda. Biz bir martalik idishlarda suv ham ichamiz-ku. Mumkin emas o'sha jihatlar. Bizda endi asosan polietilen mahsulotlardan bugungi kunda voz kechib yuboramiz degan jihatimiz mavjud, lekin aynan dunyoning 80% mamlakat voz kecha olmaydi. Chunki agar biz polietilen mahsulotlardan voz kechadigan bo'lsak, davlatning va xalqning iqtisodiy inqiroziga olib keladi. Ya'ni biz tabiiy mahsulotdan foydalanadigan bo'lsak, biz yuqorida ta'kidlab o'tyapmiz, yog'och idishlardan, o'sha loy idishlardan, ko'zalardan foydalangan tannarxiga bir bugungi kunda bozorga chiqib solishtirib ko'radigan bo'lsak, biz u 5000 so'mga olayotgan polietilen mahsulotimiz agar o'sha qulolchilik, qo'l mehnatda olinadigan bo'lsak 500 ming so'm turadi. Bu bizning tannarx iqtisodiy inqirozimizga olib keladi. Bu xalqning qiyinchiligiga olib keladi bunday jihatlar. Shuning uchun ham biz polietilen mahsulotlarni butunlay hayotimizdan chiqarib yubormaymiz. Ularni qayta ishlash, ularni o'sha ikkilamchi mahsulot sifatida ikkilamchi, ya'ni ikkinchi hayot berish orqali biz polietilen mahsulotlarini kamaytirish va ulardan biroz bo'lsa-da qutulishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, o'zi aslida o'sha polietilen paketlarning yaratilish tarixida ham shu narsa bor. O'sha o'rmonlarning kesilib ketishini oldini olish uchun qilishganda, yuqorida savol berdim, o'sha kanal bormi, rostda ishlaydimi deb, mana haqiqatan ham bor ekan. Xo'p, oxirgi marta 1-avgustda qo'yishgan. 1-avgustdan ekologik huquqbuzarlik uchun yangi jarimalar joriy etiladi deb sanab o'tishgan. Qarang, zo'r faktlar berilgan, to'g'risi video yaxshi tayyorlangan, ko'ruvlari kamda. Ommalashtirish kerak buni. Chunki men bilmagan faktlarim bor. To'g'risi, qarang, oddiygina bittasini o'qib beraman-da. Chiqindini belgilanmagan joylarga tashlash, hurmatli qo'shnilarimga tegishli shu. Chiqindini belgilanmagan joylarga tashlash 412 ming so'mdan 1.236 ming so'mgacha jarimaga tortilishiga sabab bo'ladi. 412 ming so'mdan tasavvur qiling, bir kishini bunday olganda bir oylik non puli, bir oy bazaviy hisoblash miqdorining bir baravari. Qurilishda atmosferani muhofaza qilish talablarini buzish 4.120 ming so'm. Taqiqlangan yovvoyi hayvonlarni saqlash 2.060 mingdan 4.120 ming so'm. Yana ekologiya inspektorining faoliyatiga to'sqinlik qilish 2.060 ming so'mdan 4.120 ming so'mgacha
mana zo'r faktlar berilgan. To'g'risi, deylik avtomashinani derazasidan chiqqandan otib yuborardik ilgari, keyin uni yozib olishib, rasmga tushirishib, jarimaga tortgandan keyin yig'ib qo'yib, urnaniga tashlaydigan bo'ldik haydovchilar, to'g'rimi? Deylik bu qarorlarni ham bilib qo'yishsa, kimdir tepadan rasmga oladi, qo'shnini deylik qo'shnilar yana xafa bo'lmang. Ko'pincha qo'shnilar tashlashadi, sizni podyezdingizni o'ylashadiki, musulxona. U siz ham yerda yashaysiz, to'g'risi. Va shunchaki tashlab o'tib ketishadi. Yo'q. Hammani o'z dardi bor. Meni dardim katta bu borada. Endi keling yoshlarga so'z navbatini bersak, chunki ular yaqinda mana shunday ekologik muammolarni bartaraf etish bo'yicha o'z loyihalari bilan respublika qurultoyida ishtirok etib qaytishdi. Albatta, yoshlar nafaqat qurultoy va bugungi ko'tarilayotgan mavzular haqida ham fikr bildirsangiz bo'ladi. Marhamat, o'zingiz tanishtirib. Marhamat, Yulduzxon. Assalomu alaykum. Men Yulduz Ergashevaman. Qurultoy haqida gapiradigan bo'lsam, 11-avgustdan 16-avgustga qadar Qashqadaryo viloyatida Shahrisabzda Lochin oromgohida 4-xalqaro turizm va ekologiya qurultoyi bo'lib o'tdi. Unda biz voha yoshlari ham faol ishtirok etdik. Qurultoyda nafaqat biz, balki O'zbekistonning barcha hududidan yoshlar tashrif buyurishdi va qo'shni respublikalarimiz, undan tashqari Belarus va Rossiya federatsiyalari ham ishtirok etishdi. Deyarli bo'lib o'tgan hamma loyihalarda faol ishtirok etib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritdik. Qanaqa loyihalar bo'ldi asosan? Asosan ekologiya bilimdonlari, undan tashqari TEDx, COP qurultoy va ochilish marosimida ekologiya va turizm raislari saylandi har bitta hududda. Va bu mas'uliyatni va bu mas'uliyatli vazifani bizning hududimizdan Firdavsga topshirishdi. Zo'r. Yulduzxon, mana bu o'zingiz bugungi kunda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida o'qiysiz. Shunaqa. Ekologik muammolarning iqtisodga ta'siri qanchalik? Iqtisodga ta'siri bormi yo'qmi? Bitta ekologik muammoni, deylik mahalladagi ekologik muammo yoki ko'chamizdagi ekologik muammoni iqtisodga ta'siri bo'ladimi yo'qmi? Oddiy o'zingiz talabalardek tushuntirib bering. Bizni chunki talabalar ham tomosha qilishyapti-da hozir. Bitta muammoning ta'sirini bo'ladimi yo'qmi? Ekologik muammo asosan turizmga ta'sir qiladi va turizm mutanosib ravishda iqtisodga ham katta ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun ham bu o'zaro bog'liq. To'g'ri, yashang. Mana Durdonaxon birgina hozir Xo'jayipak ota ziyoratgohini efirga aytgunga qadar u 10 kishiga aytgan edi va 10 kishining dunyoqarashi u haqda o'zgargan edi. Maqtagan reportajim bo'lmay qoldi, bormoqchi bo'lgan odam. Haqiqatan maqtagan reportajim bir yon, meni bu tomondan aytganim bir yon bo'lib qoldi. Shunday va keyin efirga chiqib hozir necha ming tomoshabin eshitdi buni. Kimdir ha dedi, kimdir bormoqchi bo'lib tursa, unchalik bo'lsa bormayman dedi. Endi tasavvur qilyapsizmi? Mana bugun. Masalan, siz ekologik vaziyati barqaror bo'lmagan joyga sayohat qilasizmi? Deylik shamol bo'lib turadigan, deylik dovul bo'lib turadigan, deylik chang to'zon bo'lib turadigan, sunamilar bo'lib turadigan joyga. Yo'q, albatta. Xavf bu. Xavf, katta xavf. Undan tashqari, masalan, aytib o'tganingiz kabi, yerlarda ko'plab chiqindilar yotadi. Ularni qayta ishlab chiqarish mumkin. Bu ham o'zaro iqtisodiyotga ta'sir qiladi, uzviy bog'liq. Agar biz ularni qayta ishlab chiqarsak, o'z vaqtida chiqindiga tashlasak, ajratib olinsa, bu ham iqtisodiyotimizga o'zini katta ta'sirini ko'rsatadi. To'g'ri. Deylik, Durdonaxon hozir mana Ibrohim aka yaqinda mana shu hafta bitta reyls tayyorladim. Hindistonning Ambikapur shahrida yaxshi loyiha qilishibdi. Bilmaganlar ham bilib olsa bo'ladi. O'sha Ambikapurda o'sha polietilen idishlar, ya'ni plastik idishlar, biz bakalashka deymiz xalq tilida, o'sha idishlarni juda ham soni ko'payib ketganida aholiga qanaqa, agar siz 1 kilogramm polietilen idish topib, o'sha plastik idish topshiradigan bo'lsangiz, sizga to'liq ovqatlanish uchun voucher berishadi. Bepul, bemalol ovqatlanib chiqib ketasiz. Yarim kilo topshiradigan bo'lsangiz, yarim kilogramm, siz faqat nonushta ola olasiz. Bepul ovqatlanish uchun ham bir imkoniyatda odamlar madaniyat bilan, tartib bilan shu katta qoplarda emas, yaxshi kiyingan, o'sha normal odamlar borib topshirishib, ovqatlanib chiqib ketishyapti-da. Bu ham qaysidir ma'noda bir tadbirkorning yaxshi loyihasi. Qolaversa, keyingi biznesini bir-birini takrorlamaydigan biznes egalari bor-ku. Kimdir restoran biznesi, uni yonida yana bitta ishlab chiqarish biznesi. Deylik, u yana shu orqali yana nimadir ishlab chiqaryapti-da u odam. Pul sarflab terdirib olmayapti-da.
aholiga ozroq oziq-ovqat berib, uni yoppasiga terdirib olyapti-da. Deylik, o'tirib ovqat yesa qanchaga ovqat yeymiz? 30 ming, 40 mingga yeymiz. Lekin 1 kilogramm idishda yig'ishtirib kel deb kimgadir ayting, olib kelmaydi-da hech kim ko'pchilik. To'g'rimi? Qanaqa loyiha deysiz? Mana shunaqa loyihalar bugun bizga kerakmi? Marhamat, ustozlarimiz ham. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim familiyam Nurgaliyev Najmiddin Abdumajidovich, Termiz davlat universiteti ekologiya tuproqshunoslik kafedrasi katta o'qituvchisi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD man. Haqiqatan ham yuqorida eshitdim, juda ko'p ekologik madaniyat to'g'risida, bundan tashqari ekologiya, atrof muhit, suv, chiqindi masalalari bo'yicha juda ko'p gaplar bo'ldi, fikrlar bo'ldi. Shu o'rinda bir narsani aytamanki, biz xohlaymizmi, yo'qmi, bugungi kunda nafaqat Surxondaryo, bu respublika bo'yicha bizni ekologik madaniyatimiz ancha past darajada. Chunki bu bilan nima demoqchimanki, hozir mana juda ko'p fikrlar bo'lyapti. Birinchi navbatda mana chiqindi masalasiga to'xtalaylik. Mana juda ko'p tashkilotlar bor. Masalan, mana yonimizda o'tirgan bitta ekologik partiya chiqindi masalasi bo'yicha bo'lgan voqea haqida birinchi aytib o'taman. Men mana shu Termiz shahriga ko'p bo'lmadi, shu yaqinda keldim va o'sha chiqindi masalasini ko'tardim. O'sha domda chiqindi turibdi va chiqindini shunday holatda bo'lganki, to'lib toshib atroflarga to'kilib yotibdi. Hududi bilan ayting, eshitib qo'yishsiz. Bu aynan Saxovat mahallasi. Saxovat mahallasi bo'lyapti. O'sha, ya'ni o'sha masjid yonida va bevosita o'sha to'kilgan chiqindilar katta ko'chaga, mana bu paketlar, salafon paketlar to'kilyapti. Va bu masalani men bir necha bor chiqindi bilan ishlaydigan tashkilotlarga murojaat qildim. Aynan telefonlarini oldim, bitta lokatsiyani tashlab berdi va o'sha hududga borib, o'sha tashkilotga borganimizda, yo'q, biz bu bo'yicha hech qanaqangi ish qilmaymiz. Biz faqat abonentlar bilan ishlaymiz degan vajda aytdi. Ya'ni sizlar faqatgina xalqdan pul yig'ishtirib olishni bilasizlar. Boshqasini bilmaysizlar. Bo'ldi, bo'lmasa dedi, men sizga bitta nomer beraman va chiqindini dedi yashigi bilan ta'minlaydi. Haqiqatan ham dedi, shunday holat bo'ladigan bo'lsa dedi, chiqindi yashik bilan ta'minlaydi. Vaholanki bir necha bor telefon qildim, o'sha chiqindi yashik kelmadi. Undan keyin undan katta rahbarlarigacha men telefon orqali gaplashdim. Hattoki menda o'sha голосовой qilgan anovlar ovozli xabarlarim ham bor. Ular faqatgina sen solarga men solar, yo'q, bu quruvchiga ayblaydi. Quruvchi biz shirkatga topshirganmiz, shirkat u bizga taalluqli emas u deydi. Nima uchun deydi? Sen deydi, pulni deydi, chiqindi uchun pul olyapti-ku deydi. Chiqindiga aytsak, biz deydi, faqatgina olib chiqib ketish uchun deydi pul olyapmiz. Ya'ni biz transport xizmatini deydi qilyapmiz, bajaryapmiz va shu uchun deydi olib ketyapmiz deyapti-da. Mana shunday, ya'ni qur sensorlarga men solar. Holigacha o'sha muammo hal bo'lgan yo'q. Mana chiqindi mahallasiga chiqindi qo'ygan jonli guvoh, mayli boshlovchi emas, oddiy ishtirokchi sifatida gapirib bering. Yaqinda o'zimizda ham xuddi shunday holat bo'ldi. Aynan Bog'ishamol mahallasi Farovon massivi eng katta mahalla va hududlardan biri. Uni doimiy yashash aholisidan tashqari ijarachilar ham juda ham ko'p. Nega desangiz, u yerda bir emas, ikkita oliy ta'lim muassasasi, shifoxona, xususiy shifoxonalar, bozor, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, xullas juda ham aholi ko'p. Doimiydan tashqari do'konlar. Va biz o'sha hududni o'rganganimizda, hozir menda aynan shuni surat ham bor. 6 donagina chiqindi qutisi bor ekan o'sha hududda. Butun o'sha katta hududda 6 ta. Endi o'sha butun katta hududda mana aynan hozir tasvirchilarimiz olib bersa ham bo'ladi. Mana ana shularigacha biz Ilhom aka, marhamat. Mana shu 6 ta chiqindi qutisi bor. Keyin men o'ylab ko'rdim. 6 ta chiqindi qutisi bu butun boshli mahallaga kam emasmikan? Va atrof ham juda badbo'y hidga to'la, yo'lda ustida yotibdi, aytganingizdek chiqindi idishlar sal shamol ko'tarilsa uchib har joyga tarqaladi va bizni murojaatimizni ular to'g'ri qabul qilishdi va kelib mas'ullari bizga intervyu berishgandan so'ng o'sha kunda o'ziyoq yoniga yana bitta chiqindi quti qo'yib ketishdi. Oradan bir hafta turibdimi hozir? Oradan bir hafta o'tar o'tmas chiqindi qutilarining bittasi yana qayergadir
g'oyib bo'libdi. Hozir siz Saxovat mahallasi haqida gapiryapsiz va meni ishim yana bittaga ko'payganligini shu yerni o'zida tushunib yetyapman. Demak, men endi Saxovat mahallasiga ham aylanib boraman, u yerni ham reportaj qilib tayyorlaymiz. Menimcha, yana mumkin bo'lsa shu gapimda davomini gapimni tugatib qo'yayin. Mana yuqorida yana shu narsani aytdingizki, mana shu ko'p fuqarolarimiz men gapni boshiga bekorga aytmadim, ya'ni ekologik madaniyati ancha past deb. Ya'ni bizda mana hozir aytyapsizki, o'sha 1 kilogramm chiqindini yig'ib kelish uchun ma'lum bir masalan manfaat ko'ryapti. Shuni ham bizlarda aksincha, hattoki masalan ko'chada yotgan bakalashka bo'ladimi yoki bo'lmasa turli xildagi aytaylik maishiy chiqindilar bo'ladimi? O'shani olishni o'ziga or bilishadi. Mana shuni olishni or bilishadi. Aynan mana shundan bilsak bo'ladiki, ekologik madaniyati qanday darajada ekanligini. To'g'ri, bugungi kundagi masalan yoshlarimiz maktab yoshidan ekologiya to'g'risida, madaniyat to'g'risida masalan biz o'rgatib kelayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin katta yoshdagilar ekologiyaga qanday qarayapti bugungi kunda? Buni ham albatta bir hisobga olishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Rahmat. Ruxsat bilan bir munosabat bildirsam. Marhamat. Hozir domlaning aytayotgan gaplari hammasi to'g'ri. Bu bittagina holatda aytyapti bu kishi. Bunday holat boshqa hududlarda ham bor, boshqa mahallalarda ham bor. Endi biz demoqchimanki, domlani bu fikrlarini murojaat sifatida qabul qilamiz. Hozir telefon raqamlaringizni yozib olishadi lavozimingiz bilan. Biz murojaat sifatida qabul qilib nazoratga olamiz. Endi bitta narsa aytish kerakki, siz uchrashgan tashkilot pul yig'aman degan bo'lsa, to'g'ri, u pul yig'adigan tashkilot alohida. Undan tashqari o'sha chiqindi idishlarini qo'yadigan tashkilot bu viloyat ekologiya boshqarmasi bor, shaharda inspeksiya bor. Bu tashkilot ekologiya boshqarmadan ham bor mehmonimiz. Vazirligi ta'minlash kerak-da. Aslida bu aholidan ham, tashkilotlardan ham pul yig'iladi, juda katta pul yig'iladi. Endi asosan aholidan yig'iladigan pulni chiqindini olib chiqadigan tashkilot yig'adi, ham o'zi foydalanadi. Shuning uchun biz buni nazoratga olamiz. Har uchala tashkilotning ham faoliyati bo'yicha ozgina o'zimiz o'rganish hosil qilib, keyingi ko'rsatuvlarda teletomoshabinlarimizga yetarlicha ma'lumot beramiz va bunday holatlarning boshqa joylarda takrorlanmasligining oldini olish bo'yicha nafaqat Saxovat, boshqa mahallalarga ham chiqib shu ekofaollar bilan birga targ'ibot ishlarini olib boramiz. Rahmat Ibrohim aka, qani ekologiya boshqarmasidan kelgan mutaxassisimiz bilan gaplashaylik. Shunchalik muammomi chiqindi qutisini mahallaga ko'proq joylashtirib qo'yish? To'g'risi bizda ikkita bor, sizda nechta dedik-ku, bizda ikkita bor. O'sha ikkitani asrab avaylashimiz kerak ekan, chunki hozir yo'qolib qoldi deyapti Durdonaxon. Bu yaxshi gap emasda, yo'qolib qolganligi. Xo'ja ko'rsinga bo'ldi, to'g'risi. Chunki ko'rdik, ha, bo'ldi, keyin to'satdan yo'qolib qoldi. Meni shu mahalladagimni bilishmadi-da. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zingiz tanishtiring. Men Surxondaryo viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarish boshqarmasi mutaxassisiman, Sadat Shuhrat. Avvalambor yuqorida juda o'rinli gaplar gapirib o'tildi. Haqiqatan ham bugungi kunda olib borilayotgan ishlar har bittamizda vazifamiz ekologik madaniyatni oshirib borish. Bizlar endi bu nazorat qiluvchi organ sifatida bugungi kunda chiqindi masalasi, atmosfera masalasida umuman tabiiy boyliklarni, tabiiy anaqani iqlim sharoitini asrab avaylash, shu sohasida oldini olish va bunga ta'sir chora ko'rish yo'nalishi bo'yicha biz nazorat ishlarini olib borsak, vohamiz, ustozlarimizdan, boshqa nimalarimizdan, hammamizdan nimani birinchi ekologik madaniyatni oshirish, maktab dedik, bog'cha dedik, ta'limda oshirib borish, ekologik madaniyatning oldini olib borish. Buni muammo yechimlarini qanaqa qilib borish? Mahalliy yettiligi deyapmiz. Bu hozir inspektorlarimiz masalan bizlarda 76 221 42 07 ishonch telefon raqamlarimiz bor. Bu bo'yicha fuqarolardan ham murojaatlar kelib tushadi bizlarga. Unga tezkorlik bilan javob beriladi. Masalan, bizlarda har bir tuman hududimizda bo'limlarimiz bor. Shu bo'limlar qisqa raqam nechi? 76 221 42 07. 4207. Bu ishonch raqamlarimiz bor. Keyin saytlarimiz bor o'zimizni. Ishonch telefon raqamidir, vazirlikniki hamda boshqarmani tashqari ham elektron tizim orqali yuboriladigan anaqalar ham bor. Tushunarli. Shuhrat aka, haligi muammochi chiqindi qutisi. Chiqindi qutisi. Aynan shuni aytmoqchiman. Farovon massivida butun boshli stadion ham bor. Surxon arenasi. Va o'sha stadionda o'ziga qancha aholi ketadi? Taxminan ancha muncha ketadi. Va o'sha mahallani doimiy aholisi 39 mingga yaqin ekan.
va ularga kelib qo'shiladigan aholi esa o'quv yili davomida 13 ming ekan. Hozir mana Shunda faktni 52 ming. topdim. U tasavvur qiling 52 ming odamga Bir shaharcha, bir 6 ta chiqindi qutisi. Ya'ni Farhod Samatov bir kunga faqat bir qoshiq suv ichishi kerak degani bu. Biz qo'shni mahallaga boramiz degan. To'g'ri, bu yo'nalish bo'yicha o'zimizning endi ekologiya sohasida bir qancha yo'nalishlarimiz bor. Bu chiqindi masalasi bilan shug'ullanadigan yo'nalishlarimizda aholi sonidan kelib chiqib o'sha hududga toza hudud degan tashkilotimiz bor bizlarda. Keyincha chiqindi sanitariya abonentlar bilan ishlaydigan bo'limlarimiz bor hamda chiqindini nazorat qilish bo'limlarimiz bor. Bular meni fikrimcha nimamda oladigan bo'lsak, o'sha aholi jon boshiga kelib chiqib qancha chiqindi qutilar qo'yilishi belgilab berilganda. Shuhrat aka, hozir bu o'rinni navaqalaringizni olamiz, nazoratga olinadi va tegishli mutaxassislarga yetkazib qo'yaman bu masala bo'yicha. Bizni hozir o'ylantirayotgan narsa Shuhrat aka, masalan, to'g'ri, balkim sizni bo'limingiz yoki sizni bevosita vakolatingizga kirmasligi mumkin. Lekin deylik televideniyadan borgan radio muharrir bo'lami yoki televideniya muharriri bo'lami, baribir shu reportajga mas'ul bo'ladi. Mas'ul. Ya'ni boshdan oxirigacha shuni oxiriga yetib muammoni hal qilishga harakat qiladi. Deylik siz ham yozib olib bemalol yetkazishingiz mumkin. Lekin ekologiya boshqarmasi uyg'oqmi mana shunday vaziyatda? Chunki chiqindi quti yetishmayaptimi, atrofda o'z-o'zidan daydi itlar ko'payib ketadi. Turli o'sha qarovsiz odamlar ko'payib ketadi. Qator muammolar keltirib chiqaradi. Deylik, bolalarga qo'rqitib hujum qilgan joylarini ko'rganmiz, itlarni, to'g'risi. To'g'risi. Kasallik ko'payib ketadi, har xil. Deylik, bu ekologik vaziyatni buzilib ketishiga sabab bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, to'g'ri. O'sha toza hududdan oldin sizlar borib, toza hudud balkim ko'rmayotgandir. To'g'ri. To'g'risida ular ham chunki shahar katta, urbanizatsiya, bugun juda ham kengayib boryapmiz. Bu yog'i mahallalar qo'shilib kelyapti Termiz shahriga. Termiz tumanidan qancha mahallani qo'shib oldik, misol uchun-da. Deylik, sizlarning vazifangiz shu nuqtada, shu joyga yana kerak. Yoki mana bu joyda mana bu narsa bo'libdi degan gaplar bo'lish kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Ilgari ko'chaning ustida turgan chiqindi qutilarga rahmat aytamiz. Kimdir g'oyasi bilan ichkariga olib kirishdi, to'g'risi uyalib ketardik. Bu meni ko'cham deyishga ham uyalardik-da. Oldinga qarasangiz chiqindilar to'lib yotgan bo'lardi. Hozir sal yashirib qo'yishdi. Endi bu ham qanaqadir oldigina bitta qo'yib qo'ysa, balkim yaxshiroq bo'lardi. Shuhrat aka, yozib olib bemalol yetkazsa bo'ladi. Bo'ladi. Farhod aka, bu borada bir narsani aytmoqchiman yana. Biz o'sha mutasaddi tashkilotlar, mas'ul tashkilotlar deyapmiz. Ekologiya partiyasi, ekologiya boshqarmasi, toza hudud boshqarmasi, bioekotexno kabi tashkilotlar bor, obodonlashtirish kabi tashkilotlar borki, ular ishini qilmayapti emas. Men o'zi kechki payt ishdan qaytayotganda shu musorxonani oldidan o'taman. O'zimizda 4 ta domni yoniga qo'yilgan chiqindi o'sha qutilari ko'rinib turadi. Ming afsuski, chiqindi qutilari bizga yetarli bo'lsa-da, chiqindi qutilari to'lmagan bo'lsa-da, atrofi to'la musor. Chiqindi. Bu nimadan dalolat beradi? Biz voyaga yetmagan farzandlarimizni qo'liga chiqindi qutilarni berib yuboramiz. Ustoz to'g'ri aytdilar, pamperslar bu daydi itlar oziq-ovqat ilinjida uni sudrab, o'sha narsani iste'mol qiladi. Bola keyin o'sha it bilan o'ynaydi. U it bilan o'ynagandan keyin u yana o'zidan chiqqan narsani iste'mol qilgan it bilan o'ynab, o'ziga yana kasal orttiradi. To'g'ri. Latoklar deymizmi? O'sha ko'p qavatli uylarda atroflari deymizmi? Yana hammasi borib ekologik madaniyatga borib taqalyapti. Sababi biz o'sha chiqindi qutilarni o'ziga olib borib tashlashni ham o'rganishimiz kerak. Sababi o'sha musorlarda yuklab ketadigan, chiqindilarni yuklab ketadigan bizning ham shaharlarimiz. Xuddi shunday. Arzimagan oylikka ular ishlaydi. To'g'risi. Arzimagan oylikka. Men gapirib o'tishga uyalaman ulardan. Chunki ular o'zini vazifasini bajaryapti. Chiqindi qutidagini olishga u mas'ul. Lekin atrofida to'kilgan chiqindilarni u to'plab, yuk mashinaga yuklab ketishga mas'ul emas. Lekin shunday bo'lsa-da, ular mana shu mas'uliyat bilan ishiga yondashadi. To'g'ri, bugun yana aytamiz, viloyatimizda ana shu ijaraga turadigan aholilar hisobiga ham ozgina bir mas'uliyatsizliklar bir hududlarda ro'y beryapti. Men o'ylaymanki, har bitta kishi bir soniya bitta hududda yashab tursa ham uni tozaligiga mas'ul. Shu uchun bu yerda mutasaddi tashkilotlarga biz aslida ko'makchi bo'lishimiz kerak. Nafaqat o'sha abonent sifatida chiqindi pullarini to'lab, balki o'sha chiqindilarni to'g'ri o'zimiz saralab,
faqat chiqindilarni saralash mutasaddi tashkilotlarda vazifasi emas, balki har bitta fuqaroni uyidan chiqaradigan chiqindini plastmas idishlari bo'lak, qog'oz idishlari bo'lak, oziq-ovqat mahsulotlari bo'lak. Mana shu kecha kunduzda shaharda biz ko'p ko'ramiz, chiqindi qutilarida titaydigan odamlar. Kimga baklashka kerak bo'lsa, baklashka yig'adi. Kimdirga qog'oz kerak bo'lsa, karton kerak bo'lsa, kartonni titadi. Kimdirga o'sha mol holiga oziq-ovqat chiqindilari kerak bo'lsa, qoldiqlari o'sha narsani titib olishadi. Natijada hattoki aholi tomonidan chiqindi qutiga tashlangandan keyin ham u o'z-o'zidan atrofga yoyilib ketadi. Shu uchun aqlli shahar loyihasi ham amalga oshirilyapti. Markaziy ko'chalarga o'sha video kuzatuv kameralari o'rnatilgani kabi bosqichma-bosqich mutasaddi tashkilotlar tomonidan o'sha chiqindixonalarga ham video kuzatuv kameralari o'rnatilyapti. Boya yuqorida aytgan jarimalaringiz amalda qo'llanilyapti. Sababi biz aytamiz, nonni uvog'i ham, o'sha ushog'i ham aslida non deymiz va chiqindi qutisiga tashlashga ko'zimiz qiymaydi. Va chiqindi qutiga tashlasangiz, u boshqa chiqindilar bilan aralashadi, siz gunohga qolasiz. Yoniga qo'yib ketsangiz, kamera turibdi, jarima. Bu nima degani? Demak, har bitta yana fuqaro ekologik madaniyatga ega bo'lib, 3 ta konteynermi, bittasiga faqat oziq-ovqat mahsulotlari tashlansin, ikkinchisiga maishiy chiqindi, uchinchisiga boyagi o'sha oziq-ovqat qoldiqlarini tashlasa maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu esa mutasaddilarning ham ishini ozgina yengillashtirgan bo'lardi. Chunki yana aytaman, bu havodan hammamiz nafas olyapmiz va birgalikda bu hududni iqlimini ham o'sha yaxshi tomonga o'zgarishiga mas'ulmiz, ekologiyasini ham toza bo'lishiga mas'ulmiz va demak o'sha atrofni toza shahar konsepsiyasini amalga oshirishga ham mas'ulmiz. Zeba juda ham o'rinli fikrlarni aytib o'tdingiz. Misol uchun insonga masalan nafas olish o'rgatilmaydi hech qachon. Mana bunday nafas olasan, mana bunday yoki ovqatlanish ham o'rgatilmaydi. Mana bunday ovqatlanish kerak. Lekin bilim olish bilim o'rgatiladi, mana bunday o'rganasan yoki huquqimiz himoya qilinadi. Lekin ekologiya bu shunaqangi bir o'zimizniki bo'lganligi uchun, uyimiz, joyimiz, vatanimiz, o'zimizning obodligimiz bo'lganligi uchun uni maktabi yo'qda, uni hamma o'zida anglab yetishi kerak va o'zi uni himoya qilishga harakat qilish kerakda. Nima uchun qo'shnimiz, hozir men boydan beri juda ham urg'u beryapmanki, qo'shnim deyapman. Qo'shnimiz bir tosh tashlab ketsa ham janjal qilamiz. Meni uyimda uni yomon ko'rinib qolishini xohlamayman, uni ifloslanib qolishini xohlamayman-da. Tabiat kimniki? Tabiat kimniki? To'g'risi, tabiat kimniki? Hammamizniki emasmi? Masalan, deylik, qo'shni pastga tushib daraxtga suv davlatniki. Bizniki, ya'ni boshqaruv servis kompaniyalaridan kelib tozalab, unga suv berib ketsa, xo'p, ularga rahmat aytamiz. Ular pul so'rab kelsa yomon ko'ramiz. Lekin o'zimiz suv qo'yay demaymiz yoki nimadir qilib tozalaylik demaymiz yoki umuman bitta narsani o'rganib olishimiz kerak. O'zimizniki, meniki, tabiat hammamizniki degan tushuncha bo'lish kerak-da. Tabiat ham o'ch oladi, ustozlar bizga shunaqa o'rgatgan. Hamma narsa ham abadiy emas. Deylik, Bandixonga bordik. Bandixon xalqi necha yil, Ibrohim aka, mana o'zingiz siyosiy maydonda faolsiz, deputatsiz, ko'rdingiz, guvohi bo'lgansiz. Bir qultum suv uchun qancha uzoq masofaga borib suv olib kelib ichishdi-da. Bugun 10 ming metr kubli ularga katta o'sha suv ombori qurib berishdi. Qancha xursanda, tugadi-ku suv. Endi davlatning bugun oqilona qarori tufayli yana ular suvli bo'ldi. Endi bugun davlat shuncha himoya qilyapti, aholi ham, yurtdoshlarimiz ham jim turmasdan qo'shilishimiz kerak. Shunaqangi prognoz bor edi chet davlatlarda, O'zbekiston 2025-yilga borib Surxondaryoni yarmi suvsiz qolib ketish kerak edi. Bizda qurg'oqchilik bo'lish kerak edi. Prognozlar bo'yicha qishloq xo'jaligimiz izdan chiqib ketish kerak edi. Ekologik vaziyat yomonlashib ketish kerak edi. Ibrohim aka, prezidentimiz qanaqa siyosat yuritdilar? To'polangdan suv olib kelib berdilarmi? Mana bugun o'sha ekologik vaziyat davlat tomonidan, davlatning pozitsiyasini evaziga bugun yaxshilandimi? Lekin ertaga yo'l qolmasa-chi, bugun bor ekan, undan foydalanyapmiz. Ertaga yo'l qolmasa-chi, nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Bilasizmi, hozir biz chiqindi haqida gaplashdik, suv haqida gaplashdik, oziq-ovqatlar haqida, atroflicha gaplashdik. Ko'p narsani gaplashdik, lekin bitta narsani yana men aytib o'tmoqchiman. Yuqorida hatto liboslarga ikkinchi hayot berish haqida Zebo opa gapirib o'tdilar. Yaponiyada 7 million tonna chiqindi yiliga kam chiqarish uchun
ikkilamchi bozorlar bor ekan. Ya'ni siz kiymay qo'ygan kiyimingizni ikkilamchi bozorga chiqarasiz va undan boshqa birov sotib olib foydalanishi mumkin. Hattoki biz isrofgarchilikka ko'p yo'l qo'yayotganligimizni ana shu ma'lumotdan keyin bildim va o'zim bu oy bitta ham kiyim xarid qilmadim. Qoyilmisiz? Qoyilman. Qoyilmisiz? Meni qoyil bo'lganim hech narsa bo'lmaydi, lekin yurtdoshlarimiz mana shunaqa qoyil qoldiradigan ishlar qila olish kerak. Xulosalarga o'tamiz. Ustozlardan, Ibrohim aka sizdan marhamat, katta takliflarni eshitsak, chunki bugun Surxondaryo to'g'risi orqada degan so'zni eshitishga odam uyaladi. Bugun biz oldindamiz to'g'risi. Ko'p sohalarda oldindamizda, lekin qaysidir joyga kelganda orqaga o'tib qolayotganligimiz bizni biroz bo'lsa o'ylantiradi. Demak, oldinlab olsak bo'ladimi? Shunday, rahmat. Bugun mana shu ekologik madaniyatni yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Prezident qarori qabul qilindi. Endi buni ijrosini ta'minlash har birimiz vazifamiz. Vazifamiz bo'lganda ham bu vazifani uyimizdan boshlashimiz kerak. Farzandlarimizdan, nevaralarimizdan boshlashimiz kerak. Ularga avvalambor bir narsani tushuntira bilishimiz kerak. Ikki narsa insoniyat uchun ham, hayvonot dunyosi uchun ham, mayli o'simlik dunyosiga suv kerak bo'ladi, tiriklik uchun. Butun tiriklik uchun. Tiriklik uchun ikki narsa. Bu birinchisi atmosfera havosi. Kislorodni analigi, muqobili yo'q. Bironta element yo'qki, kislorod bo'lmasa mana bundan nafas olib turamiz degan element yo'q. Alloh taolo shuni yaratgan. Ikkinchisi suv. Suvning ham muqobili yo'q. Bironta suyuqlik yoki boshqa suvning ham o'rnini bosa olmaydi. Shuning uchun farzandlarimizga mana shu ikkovini birinchidan ifloslantirishdan asrash, ikkinchidan tejash tugab ketyapti. Agar biz mana prezidentimizga rahmat, mana yashil makon umummilliy harakatini boshlab berdi, yiliga 200 million tutdan daraxt ekilyapti. Mayli. Qo'pol qilib aytganda yarimi qurigan bo'lsa ham yarimi qolyapti-ku shuni. Yarimi qolyapti-ku. Biz harakat qilishimiz kerak. Yarim emas, bu yil 70%ni qoldiramiz. Keyingi yil 90% qoldiramiz deb har birimiz harakat qilishimiz. Har birimiz ekishimiz kerak. Mana shuning hisobigina tugab borayotgan kislorod saqlanib, o'rni qoplanyapti. Mana shu faqat o'simlik dunyosi bizga kislorod beradi. Mana shu farzandlarimizga esa uydagi daraxtga borib baklashka bilan bo'lsa ham suv tomchilatib qo'yishni o'rgatishimiz kerak. Ularga daraxtga, o'simlikka nisbatan muhabbatini o'rgatishimiz kerak. Ikkinchisi suvni tejash. Mana yaqinda nimada chiqib ketdi, jurakni ochib qo'yib ham ertalab tishish mumkin ekan. 2 stakangina suv olib ham yuvish mumkin ekan. Ko'ryapsizmi? Qolaversa bizni xalqimiz, bizni dinimiz shuni talab qiladi. Uvol, savob degan narsalar bor-da. Isrof qilma dedi. Isrof qilma deydi. Uvol gunoh qilish uchun birovni borib urish shart emas. O'sha suvni ortiqcha oqizib qo'ydingiz, gunoh bu ham, chunki bu ham o'lchab berilgan insoniyat uchun butun mavjudot o'lchab berilgan narsa. Buning ham tagi ko'rinyapti. Mana suvsizlik, qurg'oqchilik xavf solib kelyapti. Mana buni o'rgatishimiz kerak va albatta madaniyatli bo'lib yo'lda ketayotgan bo'lsa, bitta aytaylik, o'sha muzqaymoqning idishi yotgan bo'lsa ham shuni olib borib o'sha chiqindixonaga taylash bo'yicha farzandlarimizga bugundan o'rgatsak, ular albatta o'rganadi. Suyagi qotmasdan o'rgatishga harakat qilishimiz kerak. Marhamat, yoshlarga so'z navbati beraylik, yoshlar. Ularning ham fikrlari, faqat takliflar. Men Termiz davlat universiteti talabasiman, ijtimoiy fanlar fakulteti, Mehrigul Abdurasulova. O'zim boshqa fakultet yo'nalishda bo'lsam ham, ekologiyaga bo'lgan qiziqishim tufayli ekofaol sifatida eng birinchi va ekovolontyor sifatida ekologiya sohasiga kirib kelganman. Va hozirda o'sha ko'pchilikning xabari bor, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi qoshida tashkil etilgan yosh ekologlar harakati bor. Har bitta viloyatdan 11 kishilik kengash faoliyat yuritadi. Bizda ham ushbu kengash mavjud va men o'zim ham ushbu kengashda rais o'rinbosari sifatida faoliyat yuritamiz. Bizning faoliyatimiz o'sha endi boshlangan faoliyat hisoblanadi. Ya'ni ekologiya boshqarmasidan bizga mas'ul xodimlar biriktirilgan viloyatda va men taklifim shundan iborat ediki, ekologik partiyadan ham bizni faoliyatimizga o'sha qo'shilishlarini, ya'ni bizni o'zlariga qo'shib olishlarini, birgalikda hamkorlik qilishlarini so'rab qolgan bo'lardim. Bordilaringizmi bizni qo'shinglar deb? Endi bu rejada bor, chunki yaqinda Qashqadaryodagi qurultoyda bo'lgan o'sha saylovlarda kengash yangilandi, yangi raislar, yangi o'rinbosarlar tayinlandi va endi faoliyatimizni yanada kengaytirish maqsadida ekologik partiya bilan ham hamkorlik qilish niyatimiz bor. Rahmat, marhamat, qurultoy ishtirokchilariga so'z navbatini bersak. Avvalambor assalomu alaykum.
Xabaringiz bor, Qashqadaryo viloyatining Lochin oromgohida ekologiya va turizm xalqaro qurultoyi bo'lib o'tdi. Bunda nafaqat respublikamizning viloyatlari, balki boshqa respublikalardan, xususan Rossiya, Belorussiya, Tojikiston, Qozog'iston, Qoraqalpog'iston va boshqa davlatlardan yoshlar kelib, ushbu forumda qatnashishdi. Bunda har 6 kunlik bo'lgan bo'lsa, 6 kunlik dasturlar bo'lib o'tdi. Birinchisi albatta biz keldik bo'ldi. Bunda har bir viloyat o'zining milliy kuy-qo'shiqlari, milliyliklarini olib chiqishdi va biz Surxonimizning milliy kuy-qo'shiqlari, milliyligini olib chiqqanimizda boshqa davlatlardagi o'sha yoshlarimiz ham bizga qo'shilib surxoncha raqslarga tushdi. Surxondaryo haqida ko'plab o'sha dam olish maskanlari, ekologik toza muhitlar haqida xabardor bo'lishdi. Bitta ularni bergan fikri yoki tavsiyasini ayting. Chunki biz bilamiz, mana chet elliklar, mana xorijiy o'sha kelayotgan sayyohlarimizni ko'pi ekologik savodxon bo'lishadi. To'g'risida, ularni juda ham deylik tabiatga hali zarar yetkazibdi, bir daraxtimizni sindiribdi yoki bitta niholimizni uzib olibdi degan gapni shu vaqtgacha hech eshitmaganmiz. Bir sayyohni masalanda tashlabdi. yoki chiqindi tashlabdi degan gapni ham hech eshitmaganmiz, to'g'risi. Albatta, bizda 6 kunlik dasturlar bo'lgan bo'lsa, o'sha dasturlarimizning birida Surxondaryoni o'sha ekologik toza dam olish maskanlarini ham yoritib berdik va ular Sangardak dam olish maskaniga tashrif buyurishni xohlashdi. Rahmat, tushunarli. Demak, Durdonaxon, to'g'risi fikrlar baribir ham davom etaveradi. Bu mavzu juda ham chunki aktual. Bitta narsaga urg'u berishimiz kerak. Demak, bugun biz bu mavzuni yakunlamaymiz. Yana davom ettiramiz. Yana boshqa jamoa bilan, yana boshqa o'sha keng jamoatchilik vakillari bilan ularning ham fikrini tinglaymiz. Chunki bu muammo to'xtamas ekan, bu aytilaveradi. Chunki bir kun kelib aytish mumkin-da, siz bizga aytmagansiz-ku. Chunki farzandlarda shunaqa odat bor-ku, ota-onasiga siz menga aytmagansiz-ku deyishadi. Ya'ni qoralab qo'yish oson-da. Aytish bugungi davr zamon kishisi bizmizmi, bizning vazifamizda. Hindlarning shunaqa bir chiroyli maqoli bor. Tabiat bizga tegishli emas, aslida biz tabiatga tegishlimiz deydi. Ya'ni biz tabiatga tegishlimiz. Tabiat bizni yaratdi deydi. Bizni boqdi, bizni mana yashashimizga yordam berib kelyapti. Demak, biz unga xiyonat qilishga haqqimiz yo'q. Deylik, onamizni sochida chiqindilar yoki ko'ylagining yengida qanaqadir iflosligarchilik nimadir ko'rsak, juda uyalib ketamiz yoki juda ham jahlimiz chiqib ketadi yoki juda ham borib tezroq yordam bergimiz keladi. Lekin ko'z o'ngimizdagi chiroyli yastanib turgan tabiat, bahorni, Surxondaryoni bahorini ko'pchilik yaxshi ko'radi. Bahor Surxondaryodan boshlanadi. Lekin o'sha chiroyli boshlangan bahor bir pasdan keyin yana boshqacha ko'rinishga kirib qoladi. Lekin uni ham begonalar qilib kelib, boshqa mamlakatlardan kelib kimdir qilayotgani yo'q. Bu ham o'zimizda. Termiz shahri haqida gapiryapmiz. Termiz shahri endi bugun bu janub gavhari. Bu yerda hamma tomondan kelib odamlar yashashi mumkin. Hech qanaqa to'siq yo'q, hech qanaqa qarshiliklar yo'q. Faqatgina shaharni ko'rkiga ko'rk qo'shib turadigan joylarimiz bor. U yer chiroyli va obod bo'lishi kerak. Albatta. Bugun biz So'z sizga tok shousi orqali ozgina bo'lsa ham tabiat barchamizga tegishli ekanligini va uni sevishimiz shart va zarurligini aytishga harakat qildik. Mavzu dolzarb, fikrlar rang-barang. So'z esa sizga. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha. Omon bo'ling.